gaplarimni aytishdan oldin erkaklardan ozgina uzr so'ramoqchiman va ayollar aqlinglarni yig'ib olinglar demoqchiman. Nima uchun bu gaplarni aytaman? Ayol kishi hech qachon o'zini qurbon qilmasligi kerak. Oilasi uchun, eri uchun, qaynona-qaynotasi uchun yo qanaqadir ishlar uchun o'zini qurbon qilmasligi kerak. Bitta narsani eslab qolinglar. Sizlar o'zinglarni, joninglarni, go'zalliginglarni, yoshliginglarni eringiz uchun, farzandingiz uchun, oilangizni tinchligi uchun qurbon qilasiz. Erta bir kun hammasi tugaydi. Masalan, uchastka olmoqchi bo'lsangiz, ustosini boqasiz, bitadi. Farzandlaringiz yosh bo'lsa, katta bo'ladi, qo'ldan ish keladigan bo'ladi. Eringiz hozir yaxshi pul topmayotgan bo'lsa, keyinchalik yaxshi pul topishni boshlaydi, ishlari yaxshi bo'lishni boshlaydi. Lekin ana shu narsalarni hammasi yaxshi bo'lib kelayotgan bir davrda siz уже tamom bo'lgan bo'lasiz. Va yaxshi kunlarni ko'rmasdan prosta yo birorta kasallikni orttirib olasiz yoki o'lib ketasiz. Keyin nima bo'ladi? Bilasizmi? Eringiz xotinsiz ko'p yashayolmaydi. U siz o'zingizni qurbon qilib yaratib bergan hayotda boshqa bitta yangi ancha yosh, ancha go'zal, ancha nima deydi uni sizga nisbatan jozibaliroq bo'lgan ayolni hayotiga olib kiradi va u bilan yashashni boshlaydi. Ammo sizchi, sizni qurbonligingizchi? Farzandlaringiz erta katta bo'lgandan keyin o'zi pul topishni boshlaydi, oila qurishni boshlaydi, farzandli bo'lishni boshlaydi. Lekin sizni qurbonligingizni kim eslaydi? Siz ona bo'lganingiz uchun, siz xotin bo'lganingiz uchun bu ishlarni qilishga majbursiz degan fikrni aytishadi xolos. Shaxsiy o'zligingizni, shaxsiy o'zingizni qurbon qilmang. Hech qachon qurbon qilmang. O'zingizni sog'lig'ingizni, o'zingizni go'zalligingizni, o'zingizni yoshligingizni hech qachon qurbon qilmang.